AQSh global liderlikni boy berishni istamasa, faol tashqi siyosat yuritishi kerak. Prezident Tramp dunyo ishlariga kamroq aralashib, ko'proq ichki masalalar bilan shug'ullanmoqchi. Lekin Amerika xorijdagi ishlaridan, dunyo ahliga bergan va'dalaridan qocha olmaydi. Siyosat va ayniqsa tashqi siyosat bilan umrida shug'ullanmagan Tramp saylov kampaniyasi paytidagi chiqishlarda shu mavzularda ko'p gapirgan. U NATOga a'zo davlatlarni alyans byudjetiga yetarlicha mablag' ajratmayotganlikda aybladi. Xitoy bilan savdo masalasida qattiqroq gaplashamiz dedi. Rossiya bilan islomiy davlatga qarshi kurashishga va'da berdi. Biroq Oq uyda ish boshlashi bilan va voqelikka yuz tutgach, Trampning bu masalalarga munosabati o'zgarishi mumkin. Jorj Bush va Barak Obama buni tasdiqlab beradi dedi Washingtonlik tahlilchi Blaise Mijtal. Prezident Tramp istaganini qilishiga dunyo yo'l qo'ymasligi mumkin. Tahlilchiga ko'ra, Tramp tashqi siyosati kutilmagan xalqaro voqealar, saylov kampaniyasi paytida berilgan va'dalari va milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchilari tavsiyalarining yig'indisidan iborat bo'ladi. Tramp tashqi siyosatga mas'ul etib ExxonMobil kompaniyasi rahbari Rex Tillersonni, mudofaa vaziri lavozimiga esa armiya generali James Mattisni tayinladi. Eng aqlli insonlardan iborat Amerika tarixidagi eng zo'r vazirlar mahkamasini tuzamiz. Tanqidchilar Trampning tashqi siyosatda tajribasi yo'qligiga ishora qiladi. On foreign policy, he's exhibited no. Tashqi siyosatda bir ish qilgani yo'qki, natijasiga qarab Tramp murakkab va chigal global sharoitda biror muammoni hal qila oladi deyishga. Biroq Tramp maslahatchilarining aytishicha, tajribadan ko'ra prezidentning layoqati va to'g'ri qarorlar qabul qilish mahorati muhimroq. Heritage jamg'armasi tahlilchisi James Carafano Trampga tashqi siyosat bobida maslahat bermoqda. Milliy xavfsizlik masalalarida Trampning umuman hech qanday tajribasi yo'q, lekin u yaxshi prezident bo'la olmaydi degani emas. Shunchaki bunday xulosa qilishga misol yo'q hozircha. Tramp Xitoy va Rossiya bilan ish qilishda, Eron yadro dasturiga yondashishda, mamlakatlar bilan kelishishda o'zining boy biznes tajribasiga tayanadi. Murosa san'ati bu. Uning shu kungacha aytgan gaplarini muzokara taktikasi deb ko'rish mumkin. Xorijiy davlatlar rahbarlari bilan aloqalarini muzokaraning bir qismi deb bilsa bo'ladi. Biroq tashqi siyosat bilan biznes o'rtasida farq bor. Prezidentning ba'zi hollarda hayot-mamot masalasi bilan bog'liq qarorlari, urush va tinchlik masalasida biznes tajriba kamlik qilishi mumkin. Odil Ro'zaliyev, Washington. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.